Eri vakende ha? Qo'ying bular nima kulisizlar? Oy. Yaxshimisiz? Men Dilsiri psixikini maslahat berish o'rnidan qurg'uvchisi Ra'no molimiz deb kelgan. Yaxshimisiz. Men shu Ra'no xonim bo'laman. Sizga qanday yordamim kerakdi? Ey. Sizga qanday desam bo'lar? Desam bo'larmi, demasam bo'larmi daga? Qarang, qanday gapingiz bo'lsa bizga xotirjam deyvering. Bizning bu yerda har qanday bemorning maxfiyatligini qattiq saqlaymiz. Albatta bizning sizga yordamimiz tegib qolsa, bizim buningdan xush bo'lamiz emasmi? Ana bo'lsa, men davraya. Qara. Men mush yaqindan beri g'alit bir kasal girib tavlab qoldim daga. Qanday g'alit kasal? Men azoplansam, azob quchursam, kulib tiliq qoldigan bo'lib qoldim daga. Oho. Bu yaxshi ishga, siz kayfiyatingizni yaxshi tanishlayotgansiz-ku. Voy, nereni yaxshi deysiz? Oldin qatta bir og'inamning dati tugab ketgan. Shu o'langi berib 2 soat kulib tiliq qopdimi daga. Balkim bu keslingizni do'stingiz bilsa, sizni to'g'ri tushungandu. Nerini to'g'ri tushundi? Ha. Hey, meni dadam o'lab ketib qolsa, sening bu yer kulib tiliq qolsa deb tazi qo'ydi qarang. Andaqda biz eng oddiy bo'lgan bir sinoqlarni ep berib baqaylik, ha. To'xtang. Telefon olay. Vay, bolam yaxshimisiz? Nima? Bolam qizib ketdimi? Ma'qul. Voy, nima kulsiz? Ben siz şu azabını oturma. Voy, bo'ldi kulayman, balog'it qog'im. Ha şu, balık kızıp kalsa, küçük balık canım bek kızılıp gidip deyme. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz siz? Siz Ra'no xonimga deymi? Ha, shundoq men bilmayman. Men bu hayotdan bek zerikdim. Men o'lib qutulaymi kelayman qarang. Candan toyattık da. Hey, siz külmey jim turib turing, ha. Kechiring, xafaman, ha. Buni olan karınız olmuşsun. Bu adam işte g'alati bir kasal girib arab qopdi da. Karınız olmuşsun, qanday so'zlayvering. Men bir qizni yaxshi ko'rib qoldim qarang. Bu ikkimiz birga kelsak, o'zimizni shunda baxtli his qilamiz qarang. Voy, bu yaxshi ekan-ku. Biroq u qizning eri bor. Shu bu azobdan o'lib qutulaymi degan. Eri vakende ha? Qo'ying bular nima kulisizlar? Girib arab qopdi, qarang. Xafaman. Qanday gapingizni davomlashtiring. Siz külmey jim turib turing, ha. Ma'qul. Qanday davomli so'zlayvering. Mening qiz do'stim oldin qapti sizni izlab kelgan. Siz bilan paranglashib xeyli yeniklab qopdi. Shu sizni izlab kelishimni u menga tavsiya qilgan. Shuna sizdan bir maslahat olaymi deb kelgandim. Yaxshi bo'pti. Qiz do'stingiz meni izlab kelib ketganda, siz qiz do'stingizning ismini nima tez esimga olmadimmi? Ha, uning ismi Xushnavo. Xushnavo? Hey! Nima kulisiz? Xushnavo degan benim xotinim.